Do'stlar, ushbu foydali ma'lumotlarni eng yaqin insoningizga jo'natib qo'ying, foydasi tegishi aniq. Demak, biz boshladik. Ushbu rasmda ko'rib turgan mahsulotlar oshqozonimizda qancha vaqtda hazm bo'lishi haqida bugun gaplashamiz. Demak, birinchi qatorda turgan mahsulotlarimiz 30 minutdan 1 soatgacha bo'lgan vaqtda oshqozonimizda hazm bo'lar ekan. Ikkinchi qatordagilar esa 2 soatdan 3 soatgacha bo'lgan vaqt oralig'ida hazm bo'lar ekan va uchinchi qatorda turgan mahsulotlar 3,5 soatdan 4,5 soatgacha bo'lgan vaqtda hazm bo'lar ekan. Demak, keyingi rasmga o'tamiz. Birinchi qatordagi yana ushbu mahsulotlar 20 minutdan 45 minutgacha bo'lgan oralig'ida hazm bo'lar ekan. Keyingi ikkinchi qatorimizda 50 minutdan 1,5 soatgacha bo'lgan vaqtda hazm bo'lar ekan va uchinchi qatorimizdagi mahsulotimiz 2 soatdan 4,5 soatgacha hazm bo'lar ekan. Ko'ryapsizmi? Yong'oq ham demak og'ir hazm bo'luvchi mahsulotlar qatoriga kirar ekan. Va keyingi rasmimizga o'tamiz. Bu mahsulotlarimiz ham sevib iste'mol qilamiz. Albatta, qulupnay, boshqa shunga o'xshagan mahsulotlarda 20 minutdan 1 soatgacha bo'lgan vaqtda oshqozonimizda hazm bo'lar ekan. Va ikkinchi qatorda turgan mahsulotlarimiz 1,5 soatdan 2,5 soatgacha bo'lgan vaqt oralig'ida, hattoki 3 soatgacha bo'lgan vaqt oralig'ida ham oshqozonimizda hazm bo'lar ekan. Endi o'rtada turgan mana bu mahsulotlar to'g'risi gap o'zbeklarimiz yeydimi, yemaydimi bilmadim, lekin tavsiya qilmayman. Uchinchi qatorda turgan mahsulotimiz 1,5 soatdan 3,5 soatgacha bo'lgan vaqtda oshqozonimizda hazm bo'lar ekan. Demak, keyingi rasmga o'tamiz. Keyingi rasmimizda birinchi qatorda go'sht mahsulotlari ekan. Eng ko'p vaqt ketadigan hazm bo'lish uchun mahsulotimiz shu go'sht ekan. Qaranglar, 3 soatdan 4 soatgacha ekan. Shuning uchun odamning qonini to'q saqlar ekan. Shashliklardan bosinglar katta-katta yeb. Keyingi qatorimizdagi mahsulotlarimiz ham 2 soatdan 3 soatgacha bo'lgan. Eng uzog'ini aytyapman. Shu vaqtgacha bo'lgan hazm bo'luvchi mahsulotlar bor ekan va uchinchi qatorimizda sutli oshqovoq, bodring. Bular ham 30 minutdan 1,5-2 soatgacha bo'lgan vaqtda inson oshqozonida hazm bo'lar ekan. Ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, eng yaqin insonlaringizga jo'natib qo'ying. Sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Eng foydali ma'lumotlar hali oldinda.